Xitoyda tovushdan tez uchadigan yo'lovchi samolyoti namoyish etildi. Andijonda Spark avtomobili yo'l-patrul xizmati xodimini bosib ketdi. Qodirovning 17 yashar o'g'li Checheniston Ichki ishlar vazirligi kuratori bo'ldi. Chirchiqda o'las qilib kaltaklangan yigit shifoxonada vafot etdi. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez-tez peshob tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Xitoyning Commercial Aircraft Corporation of China davlat aviasozlik kompaniyasi kelajakdagi tovushdan tez uchadigan C-949 yo'lovchi samolyotining dastlabki tafsilotlarini e'lon qildi. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi. Loyihaga ko'ra samolyot 11,000 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Bu aviatexnikaga Britaniyadan Malayziyaga to'xtovsiz uchish imkonini beradi. U Britan-Fransuz Concorde samolyoti bilan taqqoslaganda maksimal masofani bosib o'tadi. Tovush zarbasining balandligi 83.9 detsibel darajasigacha pasaytirish mo'ljallangan. Bu sochni quritish uchun ishlatiladigan fenning shovqin darajasiga teng. Samolyot 168 yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, bu Concorde'ning 128 yo'lovchiga mo'ljallangan maksimal sig'imidan oshib ketadi. Concorde samolyoti 2000-yilda Parijning Charles de Gaulle aeroportida halokatga uchrab 113 kishi halok bo'lganidan keyin foydalanishdan olib tashlangan. Shovqinning Concorde'ga nisbatan 20 dan 1 qismigacha kamaytirilishi uzoq vaqtdan beri aholi yashaydigan hududlar ustida tovushdan tez parvozlarni taqiqlab kelgan qonuniy to'siqlarni bartaraf etishda qaratilgan. Comac samolyotini ishlab chiqaruvchi kompaniya 2008-yilda Xitoy hukumatining tashabbusi bilan tashkil etilgan. Hozirda u AQSh hukumati sanksiyalar ostida qolmoqda. Tovushdan tez C-949 layneri 2049-yilgacha Xitoy Kommunistik partiyasining 100 yillik yubileyi munosabati bilan foydalanishga topshirilishi kerak. C-949 7 ta yonilg'i bakiga ega bo'lib, 42 tonna yonilg'ini o'z ichiga oladi. Belgilangan og'irlik markazini saqlash uchun baklar orasida yonilg'i doimiy ravishda qayta taqsimlanadi. Bu jarayonni boshqarish uchun samolyotni havoda boshqarishga sun'iy intellekt tizimi ulanishi zarur. Chirchiqda o'las qilib kaltaklangan yigit shifoxonada vafot etdi. Joriy yilning 5-mart kuni Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida yashovchi 32 yoshli fuqaro spirtli ichimliklar sotuvchi do'kon egasi bilan janjallashib, jarohat olgan va oqibatda vafot etgan. Bu haqda Qalampir.uz'ga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat taxminan 19 larda Toshkent viloyati Parkin tumanida tug'ilgan fuqaro Chirchiq shahrida joylashgan o'ziga tegishli bo'lgan spirtli ichimliklar do'konini yopib, uyiga qaytib ketayotgan vaqtida o'ziga avvalidan tanish bo'lgan boshqa bir fuqaroni uchratib qolgan. Tanishi spirtli ichimliklar do'konini ochib, unga spirtli ichimlik berishini so'ragan. Shunda do'kon egasi tanishiga rad javobini bergan. Oqibatda ikki o'rtada janjal kelib chiqqan. Do'kon egasi tanishini bosh va yuz qismiga bir necha marotaba urib, unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Oqibatda fuqaro olgan tan jarohatlari bilan Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga olib borilgan. Tibbiyot birlashmasining ma'lumotlariga ko'ra, fuqaro bosh miya ochiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, chap chakka tepa suyaklari ochiq sinishi, boshini o'ng qoshi tepa chap chakka tepa sohasi ezilib yirtilgan jarohati, travmatik shok ko'rinishdagi tan jarohatlari mavjudligi aniqlangan. Ertasi kuni 6-martda shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan jarohatlangan fuqaro reanimatsiya bo'limida vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha do'kon egasiga nisbatan Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 3-qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borishga kirishilgan va ayblanuvchi qo'lga olingan. Ma'lumot uchun, qonunchilikka ko'ra bunday jinoyatni sodir etgan shaxs 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa marhumning onasiga o'g'li ayol kishini qutqaraman deb janjalga aralashganini va oqibatda o'zi kaltaklanib og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga tushgani va o'sha yerda vafot etgani haqida yozmoqda. Ayol ushbu jinoyat ishini huquq targ'ibot idoralari ko'chadagi janjal sifatida ko'rayotganidan norozi bo'lib post qoldirgan.
Qodirovning 17 yashar o'g'li Checheniston ichki ishlar vazirligi kuratori bo'ldi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning kenja o'g'li 17 yoshli Adam Qodirov Checheniston ichki ishlar vazirligi kuratori etib tayinlandi. Bu haqda RBK xabar berdi. Tayinlov otasi Ramzan Qodirovning buyrug'i bilan amalga oshirilgani aytilmoqda. Kichik Qodirov yangi lavozimga kirishgach, idorada amalga oshirilgan o'zgarishlar haqida ma'lum qilib, bir nechta ofitserlarni mukofotlagan. 2025-yil 27-mart kuni Adam Qodirov Rossiya gvardiyasining jangovar xizmatlari uchun medal bilan taqdirlangan edi. Ramzan Qodirovning o'g'li 17 yoshda. 2024-yil dekabr oyida unga Kavkaz urushining faol ishtirokchisi, chechen qo'mondoni Noib Imamat Boysungur Binayevskiy ordeni abadiy saqlash uchun topshirilgan. O'sha yilning avgust oyi oxirida unga respublikaning oliy mukofoti Ahmad Qodirov ordeni berildi. Adam Qodirov 2023-yil oktyabr oyida Grozniy tergov izolyatorida Qur'onni yoqib yuborganlikda ayblangan Nikita Jo'ravelni kaltaklagani uchun Checheniston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Jinoiy hodisa mavjud emasligi sababli bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Qodirovning o'g'liga yana bir qancha mukofotlar bor. U Checheniston rahbari xavfsizlik xizmatida bo'lim boshlig'i hisoblanadi. Shuningdek, Vladimir Putin nomidagi Rossiya maxsus kuchlari universiteti va Shayx Mansur nomidagi batalyonga kurator etib tayinlangan edi. 2025-yil fevral oyida esa Adam Qodirov Arab arbitraj sudi a'zosi bo'ldi. Tegishli guvohnoma Qodirovning o'g'liga Checheniston vakillari delegatsiyasi tarkibida Misrga tashrifi chog'ida topshirilgan. Arab davlatlari ligasining muhim iqtisodiy organlaridan biri Arab iqtisodiy birligi kengashi bo'lib, u 1964-yilda tashkil etilgan. Uning bosh qarorgohi Qohirada joylashgan. 2021-yilda kengash huzurida ham yuridik shaxslar o'rtasidagi ham davlatlararo darajada tijoriy, iqtisodiy, investitsiyaviy nizolarni hal qiluvchi instansiya Arab arbitraj sudi tashkil etildi. BBC Rus xizmatining 2018-yilda hisob-kitoblariga ko'ra, Chechenistondagi 158 nafar yuqori martabali amaldorning 30% respublika rahbarining qarindoshlari, 23% qishloqdoshlari, yana 12% Checheniston rahbarining do'stlari va ularning qarindoshlaridir. Qarindoshlarning har qanday muassasa va har qanday lavozimdagi talabi 10 baravar ko'p, chunki ular menga qaramay ishlashini isbotlash kerak. Kimga ishonsam o'shani tayinlayman, degan edi Qodirov bu borada. Andijonda Spark avtomobili yo'l-patrul xizmati xodimini bosib ketdi. Andijonda yo'l-patrul xizmati xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmasdan uni urib ketgan Spark haydovchisi haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilindi. Bu haqda Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, holat 30-mart kuni O'rikzor mahallasidan o'tgan avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, 1989-yilda tug'ilgan haydovchi o'zining Spark rusumli avtomobilni boshqarib ketayotganda dastlabki rul boshqaruvni yo'qotib, svetoforning qizil chirog'iga to'xtab turgan yana bir boshqa Spark avtomobilining orqa qismiga urilib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Biroq haydovchi voqea joyidan ketib qolgan. Jabrlanuvchi holat yuzasidan ichki ishlar bo'limi xodimlariga murojaat qilgan. Murojaatga asosan yo'l-patrul xizmati xodimlari Spark avtomobilini to'xtatish uchun harakat qilishgan. Ammo haydovchi to'xtatish ishorasiga qaramasdan xodimlarning qonuniy talablarini bajarmagan va yo'l-patrul xizmati xodimini urib yuborib harakatlanishda davom etgan. Spark rusumli avtomobil haydovchisi mast holatda bo'lgan va hozirda haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilgan, deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib sudga taqdim etilgan.